Qayerdaman? Qanaqa joy bu? Hoy, Kim bu? nahotki sen buni ko'rmayapsan? Nima narsa? Ko'zingni kattaroq ochib qara. Nima bu? Sen ko'rib turgan bu telefon Honor X9C telefoni. Nu hop. Buni nima qilaman? Bu telefon har qanday sinovdan osonlikcha yengib o'tadi. Qo'ysangchi, men bunga ishonmayman. Bunaqa telefon dunyoda yo'q-ku. Xohlasang sinab ko'r. Bo'lmasam hozir buni ustida eksperiment o'tkazib ko'raman. Ko'ramiz, sizlarning gapingiz to'g'rimi ekan. Bo'lmasam bu videoda biz 5 xil ekstremal narsalar qilib ko'ramiz. Biz bilan mana shu Honor X9C telefonini bellashadi. Uning chidamliligini eng ekstremal sinovlardan o'tkazamiz. Uning qanday funksiyalari va bardoshliligini sizni aniq hayratga soladi. O telefon sindimi? Bo'lmasam video boshlandi. Va bizning birinchi o'tkazadigan eksperimentimiz bu kim ko'p sovuqqa chidashi bo'ladi. Ya'ni ko'rib turibsizlar, shuncha muz bor va biz hozir mana bu idishni mana bu apparatning tagiga qo'yamiz. Va bu apparatdan eng muzdek suv chiqadi. Eng qiziq, hozir biz bu idishga mana shu muzdek suvni to'ldirib, yetmaganiga ustidan mana shu muzlarni ham tashiymiz. Va bu challenjda har doimgidek men, Sardor va Maqsud qatnashadi. Va biz mana shu eksperimentli challengeimizdan keyin mana shu qo'limdagi Honor X9C telefonini mana shu muzdekka qanaqasiga chidashini ham sinab ko'ramiz. Ya'ni muzdek xodimlikni morozilikka tiqib qo'yamiz. Boshlanishiga mana shu muzlarni solib olamiz va muzlarni solib bo'lgandan keyin birin-ketin muzlarga tushishni boshladik va birinchi bo'lib Sardor tushdi. Tirishimizda 1 2 3 Başında Sardor onu 33 sekund chidadi. Va endi mana navbatim. Siket olman turdi. Ko'chmada bo'ldi shu like bosmay. Ana siket olman. Rekord qo'yildi. 1.9 sekund. Men to'g'risi 10 minut ham tura olardim. Просто hech joyni sezmayman. Mana hech joyni sezmayman. Va endi sovuq suvga tushish navbati Maqsudga. Sekund bo'ldi. Va Maqsud bu sovuq suvga 43 sekund chidadi.